Avvalambor assalomu alaykum azizlar. O'tgan darsimizda tarqov sklerozni klinik simptomlari, qanday yuzaga kelishi hammasini gapirib o'tgandim. Endi bu safar tarqov sklerozni davolash. Tarqov sklerozni davolashda kasallikning bemorni davolash o'ta murakkab va uzoq davom etuvchi jarayon hisoblanadi. Davolash muolajalari ijobiy natija berishi uchun ular uzluksiz olib boruvchi va dorilar yetarli dozada hamda uzoq muddat tavsiya etilishi kerak. Qaytaraman. Tarqov sklerozni kasallangan bemorni davolash o'ta murakkab va uzoq davom etuvchi jarayondir. Davolash muolajalari ijobiy natija berishi uchun ular uzluksiz olib borilishi va dorilar yetarli dozada hamda uzoq muddat tavsiya etilishi kerak. Agar davolash davriy ijobiy klinik o'zgarishlar kuzatilsa va MRTda sklerotik o'choqlar hajmi kichraysa yoki yo'qolsa, odatda 1 yil ichida davolash samarali ketadi deb xulosaga kelish mumkin. Davolash to'g'ri olib borilsa 75% hollarda uzoq remissaga erishish mumkin. Biroq kasallik bu bilan to'xtab qolmaydi. Ya'ni remissiya davom etaveradi. Agar faol davolash natijasida kasallik remissiya holatiga tushirilsa, ushbu remissiya qancha vaqt davom etishi mumkinligini bilib bo'lmaydi. Kasallik bir necha oydan keyin yana zo'raya boshlashi mumkin. Qanaqa zo'rayib ketishi mumkin? Bunda immunitet tushsa, har xil infeksiyalar yo'qsa, genetik moyillik natijasida, har xil virus infeksiyalar natijasida yana qayta yuzaga kelishi mumkin, yana stress oqibatida. Tarqov sklerozni davolashda ishlatiladigan asosiy dorilar va usullar. Patologik jarayonni sustlashtiruvchi va kasallik qo'zg'alishini oldini oluvchi dorilar, immunomodulatorlar, interferon beta 1, ya'ni butaferon, butaseron, interferon beta 1A, ribif, avanix, glitramir asetat, kapakson, alfa va beta interferon indikatorlari, neovir, alfa interferonlar, reaferon, beferon, aziotropin, odam immunoglobullar dorilari. Keyingisi kasallik qo'zg'algan paytda ishlatiladigan dorilar, glikokortikosteroidlar, metilprednizolon, dexamethazon, adrenokortikoid gormon, imosorpsiya, plazmafariz, pentoksifilin, ya'ni trintal, pentoksifilin sostavli dorilar, giparin va uning analoglari, metabolik terapiya, aminokislotlar, lesitin, metionin, glutamat kislotasi va vitaminlar har xil. A, E, C va B kompleks vitaminlar PP, B6, B12, B1 bo'lishi mumkin. Simptomatik terapiya, spastik gipertonusni pasaytirish, bedakalin, serdalut, baklofin, depressiya va xavotirni ko'rksa qilish, fluoksitin, sertalin, vlaksin, konvulix, psixoterapiya, tremorni ko'rksa qilish, propranolol, karbamazepin, gabapentin, fenobut, nevrogen, qovuq sindromini ko'rksa qilish, triptan, spazmix, detrolon, oksibutin, metandelin, ya'ni metantelin, dizistiza va parasitlarni ko'rksa qilish, fenolipsin, fenetion, amitriptilin, klonzepam, galidor, gabapentin, fenazepam, sibazon kiradi. Reabilitatsiya muolajalari va tadbirlari. Bunda turli sihatgohlarda dam olish, toza havoda sayr qilish, jismoniy faollikni saqlab qolish, yengil jismoniy mehnatlar, bog'da ishlash, yengil uy yumushlari bajarish, eslatib o'taman, yengil faqat. Stressdan yiroq yurish, aqliy mashqlar bilan shug'ullanish, shaxmat o'ynash, misol darajasida, krossvord yechish, rasm solish, har xil. Umumiy massaj, jismoniy tarbiya, maxsus veletrenajlar bilan ishlash. Taqiqlangan muolajalar. Eslatib o'taman, taqiqlangan muolajalar. Magnit terapiya, elektroterapiya, elektrofariz, manual terapiya, umurtqani cho'zish, umurtqa elektrovibromassaj, butun umurtqa pog'onasi bo'ylab parafin yoki balchiq qo'yish bular taqiqlangan, cheklangan. Sababi ushbu muolajalar sklerotik o'choqlarni qo'zg'ab yuborish va bemorning ahvolini og'irlashtirishi mumkin.
Biroq oyoq qo'llarga darsanval qo'yish, massaj qilish, igna bilan davolash, oyoq qo'llarni elektrovibra massaj qilish mumkin. Chunki tarqoq sklerozda oyoq qo'llarning nervlarida sklerotik chaniqlar bo'lmaydi. Xo'p, tarqoq sklerozning hozir aytib o'tilgan davolash muolajalarini har bittasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kortikosteroidlar bilan davolash. Kortikosteroidlar bilan davolashda tarqoq sklerozda, ya'ni tarqoq sklerozning qo'zg'algan paytida qilinadi. Ya'ni kortikosteroidlar tavsiya etishdan asosiy maqsad yog'lanish jarayonini to'xtatish va shu bilan miyelin destruksiyasini oldini olish. Shuning uchun ham kortikosteroidlar kasallik qo'zg'algan paytida tavsiya qilinadi. Eslatib o'taman, kortikosteroidlar kasallik qo'zg'algan paytida tavsiya qilinadi. Bunday paytlarda qimmatli vaqtni yo'qotmaslik kerak. Chunki gormonlar bilan davolash qancha erta boshlansa, uning samarasi shuncha erta namoyon bo'ladi. Gormonlar izdan chiqqan funksiyalarni qayta tiklanishni tezlashtiradi. Qo'zg'alishlar darajasi va davomiyligini kamaytiradi. Biroq kasallikning butunlay to'xtata olmaydi. Remissiya davrida kortikosteroidlar tavsiya etilmaydi. Ularni asossiz ravishda tavsiya etish virusli infeksiyalar o'chog'ini qo'zg'ab, immunitetni pasaytirishi mumkin. Tarqoq sklerozda kortikosteroidlar puls terapiya usulida, ya'ni katta dozalarda tavsiya qilinadi. Bu maqsadda ko'pincha metilprednizolon, metiprid, solmedrol ishlatiladi. Xo'p, tarqoq sklerozda dori moddalari asosan venadan tomchilatib yuboriladi. Bundan dozalari kelsak, ya'ni tarqoq sklerozni qo'zg'alishda metilprednizolonni puls terapiya usulida yuborish sxemasi, ya'ni kunlari 1-dan 5-kunlargacha 500-1000 mg metilprednizolon kuniga bir mahal venadan tomchilatib yuboriladi. Ya'ni 500-1000 mg metilprednizolon kuniga bir mahal venadan, ya'ni ventrivenni tomchilab yuboriladi. 250 yoki 500 mg kuniga 2 mahal qilinishi ham mumkin. 6-8 kunlari 80 mg ertalab ichish uchun beriladi. Ya'ni 9-11 kunlari 60 mg ertalab ichish uchun beriladi. 12-14 kunlari 40 mg ertalab ichish uchun, 15-17 kunlari 20 mg, 18-20 kunlari 10 mg. Eslatib o'taman, tarqoq sklerozni bir kundan 5 kungacha ventriven, ya'ni 500-1000 mg gacha, ya'ni sutkalik dozada beriladi. 6-kundan boshlab tabletkasini ishlatiladi. Xo'p, gormonlar ushbu dozada faqat haqiqiy qo'zg'alishlarda beriladi. Tarqoq skleroz haqiqiy qo'zg'alishlar deganda eski o'choqlar yoki simptomlarning yanada zo'rayishi va yangi o'choqlar yoki simptomlarning paydo bo'lishi tushuniladi. Haqiqiy qo'zg'alishlarni psevdo qo'zg'alishlardan farqlay olish kerak. Psevdo qo'zg'alishlar bular boshqa omillar, ya'ni interkurrent, infeksiyalar, depressiv kayfiyat, umumiy charchash kabi holatlar sababli kasallik belgilarining kuchayishi. Bu kuchayish immunizatsiya bilan bog'liq emas. Bunday bemorlarning ahvoli ertasi kuni yana yaxshilanishi mumkin. Shu bois psevdo qo'zg'alishlarni gormonlar tavsiya etilmaydi. Eslatib o'taman, psevdo qo'zg'alishlarda gormonlar tavsiya etilmaydi. Psevdo qo'zg'alishlarning sababini aniqlab, simptomatik terapiya, antibiotiklar, antidepressantlar, psixoterapiya, quvvat beruvchi dorilar bilan davolash mumkin. Tarqoq sklerozning remitterlovchi ketishida qo'zg'alishlar kuchli bo'lmasligi ham mumkin. Bunday holatda kortikosteroidlar katta dozada tavsiya etilmaydi. Kortikosteroidlar vaziyatga qarab kam dozalarda berilishi mumkin. Buning uchun prednizolon kuniga 1,5 mg taqsim kilogramm 1-2 hafta mobaynida ichishga beriladi. Keyingi kunlarda esa dorining dozasi kamaytirib boriladi. Agar metilprednizolonni tavsiya etishga monelik qiluvchi holatlar bo'lsa, deksametazon tavsiya etiladi. Qo'zg'alish darajasiga qarab deksametazon kuniga 40-200 mg dan vena orqali, venadan ventrivenni tomchilatib yuboriladi. Deksametazonni o'rniga adrenokortikoid gormonlar ham, ya'ni kortikotropin, sinaktin qilinishi ham mumkin. Endi to'xtalib o'tamiz. Adrenokortikoid gormonlar preparatlarni tavsiya etish sxemasi. Dastlabki 3-5 kunlikda kortikotropin yoki sinaktin 60-80 ya'ni birlikda
Natr xloratining izotonik eritmasida 6 soat mobaynida venidan tomchilab yuboriladi. Keyingi 3-5 kunlarda esa sinaktin 1 milligrammdan muskul ichiga qilinadi. Keyingi kunlarda esa ya'ni aytib o'tdim, keyingi 3-5 kunligida 1 milligrammdan muskul ichiga qilinadi. Keyingi kunlarda esa 1 milligrammdan kunora qilinadi. Adrenokortikoid gormonlar preparatlar ta'sir etish darajasi bo'yicha kortikosteroidlardan qolishmaydi, biroq ularning nojo'ya ta'sirlari ko'p. Shuning uchun ham adrenokortikoid gormonlar dori vositalari klinik amaliyotda kam qo'llaniladi. Interferonlarning qo'llanilishi. Interferonlar tarqoz sklerozining surunkali kechuvchi autoimmun kasalligi bo'lganligi bois uzoq vaqt mobaynida immunokorreksiya terapiyasi o'tkaziladi. Bu maqsadda interferon preparatlar tavsiya etiladi. Ularning qaysi dozada va qancha muddat tavsiya etilishi kasallik kechishiga qarab individual tarzda hal qilinadi. Ma'lumki, interferonlar organizmda kam ishlab chiqariladi. Ya'ni organizmda ham ishlab chiqariladi va umumiy himoya funksiyasini bajaradi. O'tkir va surunkali virus infeksiyalar interferonlar ishlab chiqarilishi pasayadi. Interferonlar universal, ya'ni antivirus, antimutagen, immunomodulator, antiproliferativ yog'lanishga qarshi ta'sirga ega. Interferonlar virusli replikatsiyani to'xtatadi. Ya'ni viruslarning replikatsiya jarayonini to'xtatadi. Proliferativ, ya'ni proliferativ yog'lanish reaksiyalarini pasaytiradi. To'qimlarni destruksiyadan asraydi va izdan chiqqan immunitetni qayta tiklaydi. Interferonlar organizmda endogen interferon ishlab chiqarilishini jadallashtiradi. O'sma o'sishiga to'sqinlik qiladi. Organizmda radiatsiya ta'sirini asraydi. Ya'ni radiatsiya ta'siridan asraydi. Tarqoz sklerozida bemorni interferon preparatlar bilan davolash patogenetik davolash hisoblanadi. Shuning uchun ham o'tkir va surunkali virus infeksiyalar chaqirilgan har qanday kasalliklarda interferon preparatlari tavsiya etiladi. Interferonlar, umumiy ma'lumot bersak, alfa interferonlar, alfa 1, alfa 2, beta interferonlar, gamma interferonlar. Alfa interferonlar asosan limfoblastlar va periferik qonning beta limfositlar ishlab chiqaradigan oqsil modda. Beta va gamma interferonlar limfoblastlar va periferik qonning T limfositlarida ishlab chiqarilgan glikoproteinlardir. Interferonlarni tavsiya etishga ya'ni monelik qiluvchi holatlar, ya'ni qarshi ko'rsatuvchi holatlar. Interferonlarga gipersensibilizatsiya va 18 yoshgacha bo'lgan davrda, og'ir depressiyada, og'ir kardiovaskulyar va gematologik kasalliklarda, jigar va buyrak yetishmovchiligida, epilepsiya va epileptik sindromlarda, homiladorlikda, laktatsiya davrida, temir tanqisligi anemiyasida ham ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak. Ya'ni shifokor nazorati ostida. Interferonlarning nojo'ya ta'sirlari asosan grippga o'xshash holatdan iborat, ya'ni tana harorati ko'tarilishi, bo'g'im va muskullarda og'riqlar, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, umumiy titroq, holsizlik kabi belgilar kuzatiladi. Keyingi inyeksiyalardan so'ng bu belgilar kamaya boradi. Ya'ni birinchi inyeksiyasida o'sha nojo'ya ta'sirlar kuzatiladi. Ya'ni keyingi davolanishlarda bu nojo'ya ta'sirlar sekin asta kamaya boshlaydi. Holsizlik kabi belgilar kuzatiladi. Shuningdek, taxikardiya yuzaga kelishi mumkin. Aritmiya, trombositopeniya, limfositopeniya, neyrotopeniya, leukopeniya kuzatilishi va gematokrit pasayishi mumkin. Beta interferon dorilar. Tarqoz sklerozda beta interferon dorilarning beta interferon B, butaferon va butaseron va beta interferon 1A, Rebif va Avanix beta interferonlar bilan davolash kasallikning erta bosqichlarida o'tkazilsa juda yaxshi samara beradi. Ular avj olayotgan immunopatologik reaksiyalarni bosadi. Kasallik qo'zg'alishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ham beta interferonlar bilan davolash patogenik davolash hisoblanadi. Beta interferon 1B, ya'ni bu dori bilan davolash vrach nazoratida boshlanadi. Ya'ni beta interferon 0.25 mg-da, ya'ni 8 million Hb birlikda, ya'ni teri ostiga kunora qilinadi. Dorining bu dozasi
tayyorlangan 1 ml eritmadan mavjud bo'ladi. Bitta xo'p, buttafironni tayyorlash sxemasi, ya'ni tayyorlash tartibini aytib o'taman. Buttafiron kuni bir flakonni, ya'ni 1,2 ml eritma 0,54% natriy xlor bilan yuboriladi. Kukun flakonga yengil chayqatganda o'z-o'zidan 1 daqiqa ichida eriydi. Silkitib eritish tavsiya etilmaydi. Chunki ko'p paydo bo'lishi mumkin. Agar flakon tagida cho'kma hosil bo'lsa, dorini ishlatish mumkin emas. Tayyorlangan 1 ml eritma 0,25 mg bitta interferon 1B bo'ladi. Dori tayyorlangan zahot teri ostiga qilinadi. Ya'ni kutib o'tirmasdan, qoldirmasdan, vaqt o'tkazmasdan qilinadi. Tayyorlangan dorini uzoq saqlash mumkin emas. Xo'p, bitta interferon dorini qo'llash usuli. Bitta interferon 1B, ya'ni buttafiron va buttaseron teri ostiga qilinishi mumkin. Bitta interferon 1A Avanix muskul ichiga qilinadi. Bitta interferon 1A Rebif teri ostiga qilinadi. Xo'p, keyingi dorimiz Avanix, ya'ni bitta interferon 1A Avanix flakon shpris va eritish uchun mo'ljallangan suvdan iborat maxsus komplektda ishlab chiqariladi. Bitta flakon 30 mg, ya'ni mikrogramm desam ham bo'ladi. 6 million Hb birlikda bitta interferon 1A Avanix kukuni bo'ladi. Bundan asosan dorini eritish uchun boshqa suyuqliklar ishlatilmaydi. Ya'ni o'zida maxsus suv bo'ladi bunda. Avanix ushbu dozada bir haftada bir marta muskul ichiga qilinadi. Eslatib o'taman, Avanix kunora emas, har kun emas, bir haftada bir marta muskul ichiga qilinadi. Dorining dozasini oshirib borish tavsiya etilmaydi. Xo'p, dori har gal bitta joyga qilinmaydi, chunki o'sha joyda nekroz paydo bo'lishi mumkin. Davolash davomiyligi individual tarzda belgilanadi. Tarqov sklerozning tez-tez qo'zg'alib turadigan turida Avanix 1 yil mobaynida qilinishi mumkin. Xo'p, keyingi dorimiz Rebif bitta interferon 1A. Rebif 2 xil dozada ishlab chiqariladi. 22 mikrogramm 6 million Hb birlikda va 44 mikrogramm 12 million Hb birlikda. Rebif kasallik kechishiga qarab 22 yoki 44 mikrogramm dozada teri ostiga haftasiga 3 mahal qilinadi. Dorini bir xil paytda kechasi qo'llagan ma'qul. Rebif dastlab kam dozada qilinadi. Dastlabki 2 haftalikda dori 8,8 mikrogramm dan haftasiga 3 mahal, 3 va 4 haftalarda esa 22 mikrogrammdan haftasiga 3 mahal, 5 haftasida 44 mikrogrammdan haftasiga 3 mahal teri ostiga yuboriladi. Dorini ushbu dozada qancha vaqt qilish vrach tomonidan individual tarzda belgilanadi. O'zboshimchalik bilan ishlatib bo'lmaydi. Bemorlarni davolashda bitta interferonlardan tashqari glutamir asetat kapokson ham ishlatiladi. Bitta interferonlar samaralimi yoki glutamir asetat kapokson degan savol tug'iladi. Bunda asosan kapokson ham, bitta interferonlar ham bir xil samara desak ham bo'ladi. Bunda asosan kapokson juda tarqoq sklerozning boshlang'ich davrida kapokson juda samarali hisoblanadi. Bu dorining yaxshi tomoni shundaki, uning nojo'ya ta'sirlari deyarli yo'q, juda sust ifodalangan. Kapokson maxsus flakonlarda kukun holida ishlab chiqariladi. Kapokson kukunida 20 mg glutramir asetat va 40 mg mannit bor. Dori inyeksiya uchun mo'ljallangan suvda eritiladi. Ya'ni boshqa inyeksiyalarda natriy xlor, novakinlarda eritilmaydi. O'zining maxsus suv, ya'ni suvda eritiladi. Bunda kapokson eritmasi tayyorlash uchun flakon ichiga 1 ml suv sekin-asta yuboriladi. O'zini suvi. Flakondagi kukun yaxshi erish uchun sekin chayqatiladi va eritma xona haroratida biroz saqlanadi. Agar flakon tagida cho'kma hosil bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas. Kapokson 20 mg dan teri ostiga har kuni qilinadi. Har kuni. Dori bilak, kindik atrofiga yoki so'ng terisiga yuboriladi. Dori qilinadigan joy o'zgartirib turilishi kerak. Aks holda oldin aytganimdek nekroz yuzaga keladi.
Parkinson davolashni bir necha yillar mobaynida olib boriladi. Xo'p, keyingi davolash mo'jilalari, ya'ni simptomatik davolash mo'jilalariga o'tadigan bo'lsak, tarqov sklerozda klinik simptomlarga boy bo'lgan kasallik. Agar mavjud klinik simptomlarni bartaraf etmasa, kasallik kechishi og'ir tus oladi. Ya'ni bemor stressga, depressiyaga, psixologik holatlarga yuzaga kelishi mumkin. Shu bois tarqov sklerozni simptomatik davolash mo'jilalari keng qo'llanadi. Bunda muskulyar spastikasini tarqov sklerozdagi eng ko'p uchraydigan klinik simptomlar sirasiga kiradi. Ushbu buzilishni kamaytirish uchun quyidagi dorilar buyuriladi. Baklofin, baklason, ya'ni 5-25 mg dan kuniga 3 mahal. Tizanidin, serdalut 2-8 mg dan kuniga 3 mahal. Diazepam 1,25 2,5 mg dan kuniga 2-3 mahal. Clonazepam 0,5 1 mg dan kuniga 2-3 mahal. Umumiy holsizlik va charchab qolish tarqov sklerozida turli darajada uchraydi. Bu buzilishlarni kamaytirish uchun asosan quyidagi dorilar ichish tavsiya etiladi. Amantadin 100 mg dan kuniga 3 mahal. Neuromidin 20 mg dan kuniga 3 mahal. Fenotripin 100 mg dan kuniga 2-3 mahal. Tocopherol asetat kuniga 200-300 mg. Aminokislotalar, folat kislotasi, lecitin, metionin, yod preparatlari kuniga 200-300 mg. Polivitaminlar, mikroelementlar, kaliy, kalsiy, magniy, jinshin preparatlari ishlatilishi mumkin. Depressiya tarqov sklerozda tez uchrab turadigan sindrom. Depressiya va u bilan bog'liq psixosomatik buzilishlarni kamaytirish uchun quyidagi dorilar va psixoterapevtik muolajalar tavsiya etiladi. Xo'p, dorilardan fluoksitin, Prozac, Partal, Fluval, Trodil kuniga 20 mg dan. Stalapram, Cipramil kuniga 20 mg dan. Sonofit kuniga 50 mg dan. Amitriptilin 25 mg dan kuniga 2-3 mahal. Psixoterapiya, psixostimulatorlar ishlatiladi. Trigeminal nevralgiyada esa tarqov sklerozda kam uchrasa-da 1-2% hollarda trigeminal nevralgiya uchraydi. Bundan so'ng kuchli epizodlik og'riqlar bilan kechadi. Ushbu og'riqlarni pasaytirish uchun karbamazepin, fenolipsin, tigritol qo'llaniladi. 200 mg dan kuniga 2-3 mahal tavsiya etiladi. Intestin tremorni tarqov sklerozda eng ko'p uchraydigan simptomlardan biridir. Uni farmakologik vositalar bilan bartaraf etish juda qiyin hisoblanadi. Biroq tremorni pasaytirish uchun propranolol kuniga 20-60 mg dan, redoxin 30-60 mg dan, karbamazepin 200-400 mg dan, clonazepam 0,5-1 mg dan, valproat kislotasi ya'ni dipakin 300-600 mg dan, gabapentin ya'ni nerontin, tibantin 300-900 mg dan tavsiya etilishi mumkin. Nevrogen qovuq sindromi tarqov sklerozning serebral va spinal tiplarida kuzatiladi. Nevrogen qovuq sindromi keyinroq rivojlanadi va turli ko'rinishlarda giperfaollik yoki giporeflektor qovuq namoyon bo'ladi. Gipereflektor qovuqda quyidagi dorilar tavsiya etiladi. Spasmix kuniga 10-15 mg, impramin, milipramin 25 mg dan, oksibutin, ya'ni driptan 5-10 mg dan, giporeflektor qovoqda prozerin 15 mg, galantamin 10-20 mg, trazozin 1-5 mg dan kechasi ichish uchun tavsiya etiladi. Suydik pufagi elektrostimulyatsiya qilinadi. Xo'p, tarqov sklerozni davolashini ko'rib chiqdik. Endi tarqov sklerozda simptomlarni va asosiy patogenik davolarni, simptomatik davolarni hamma barchasini ko'rib chiqdik. Ya'ni birinchi tarqov sklerozda, ya'ni birinchi bosqichida avj olish bosqichida, bosh bosqichida kortikosteroidlar berishini va remissiya bosqichida, ya'ni uzoq vaqt kechuvchi bosqichida immunomodulatorlar, interferon, beta, alfa ularni ko'rib chiqdik. Simptomatik davolashlarni ko'rib chiqdik. Xo'p, xayr azizlar, sog' bo'linglar. Keyingi darslarimizda tarqov skleroz va turli holatlar
ya'ni tarqov skleroz, homiladorlik, virus infeksiyalar natijasida kuzatiladigan holatlarni ko'rib chiqamiz.